لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mümin Müslümanlarının dünyada mı ahirette mi baxtga erişişi, Allah Subhanahu ve Taala'nın dünyada mı ahirette mi rahmeti içinde yaşaşı üçün her qandaq bir Müslüman Allah Subhanahu ve Taala'nın şu Müslümana körsatgan körsatmelerini to'liq bo'ysunib icra qilishi, Allah başlagan cennetning yo'liga minishi ve hayatı dünyada baxtlik bo'lgan Allah ko'rsatgan baxtlik yo'lga minishi ve shundaqla her qandaq bir aldığı uçurgan qiyinchilik, beşiğe kelgan musibat yoki her qandaq bir jafoda Allah Subhanahu ve Taala rizolik uchun şu kelgan jafo mushaqqatlarni Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha yengib haq maydonida turishi, mana bu mümin Müslüman ve her qandaq bir Allah yo'lida mang'ishininki dunyodami oxiratdami baxtga erishishning nishoni. Mümin Müslümanlar Allah Taala'nın rahmeti bilen dünyadamı ahirettimi baxtlik bo'lish uchun bulutmu Allah Subhanahu ve Taala özünün rizaliki ve muhabbeti ve özü igi bo'lgan rahmet ishida müminlarni yaşatqizish uchun Allah Subhanahu ve Taala müminlerge Allah sevgisi, Allah muhabbeti için özara birisini hakiki Allah barısında hiç qandaq bir menfaat yoki hiç qandaq bir dunyolik g'araz maqsadda emas, Allah rizolik uchun birisini yaxshi ko'rish ve qo'llashni asos qiladigan do'stlikni Allah Subhanahu ve Taala alohida ibodat ve yaxshi ishlar qatoriga kirgizgan. Ham shundaqla Allah Subhanahu ve Taala uchun yaxshi ko'rish, Allah Subhanahu ve Taala uchun haqiqiy qirindosh bo'lishninki muhimligidan Allah Taala uchun haqiqiy do'st bo'lishqanlar qiyomat kunisi har qandaq bir yaxshi solihlar ularga ko'nglida shularning Allah yo'lida bir-birisiga haqiqiy do'st bo'lganlik uchun erishgan qiyomatdagi martabasi qarta payg'ambarlarmi, shahidlarmi, ular qarta ko'nglida shularning o'rniga havas qiladiganligi, shularning erishadigan martabasiga havas qiladiganligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda alohida bayon qilgan. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya'a wa la shuhada'a. Yaghbituhumul anbiya'u wash-shuhada'u yawmal qiyamati bimakanihim min Allah." Allah Taala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bularınınki alohida qiyomat kunisidagi martabasining yuqurliqini bayon qilib mundaq dedi: Hakikaten Allah Subhanahu ve Taala'nın bandirişidan albatta solih bir kishilar borki, ular payg'ambarlar mi emas, shahidlar mi emas. Ularning Allah Subhanahu ve Taala oldida erishgan martabasi, hurmati uchun qiyomat kunisi payg'ambarlarmi, shahidlarmi ularga havas qiladi. Sahabalar so'rashdiki: "Ey Allohning elchisi, bizga xabar bersizlar. Sizlar degan payg'ambarlarmi, shahidlarmi ularga havas qiladigan Allah oldida shunchalik yuqori martabaga o'ringa erishadiganlar kimlar?" deb so'rabdi. Rasululloh alayhisalom dediki, ular
Kavmun tahabbu bi ruhillahi ala gayri erhamin beynehum ve la emvalin yeta'atavnaha. Ular bir cemaat, bir kırındaş Müslümanlar ki Allah'ın rızalıkını dep özlerinin arasında uru tuqqançılık bolmusu mu? Bir işidigan soğat yoki mal bir iqtisadi arasında bir menfaatni asas qilmagan bolsa mu? Fakat Allah'ın rızalıkını dep bir-birisiga do'st ve bir-birisiga haqiqiy qarindosh bo'lishganlar. Allah bilan qasam, haqiqatan ularning chiroylari albatta yo'riq nur bo'ladi. Haqiqatan ular albatta nur ustida bo'ladi. Ular insonlar, xaloyiqlar qo'rqqan vaqtida qo'rqmaydi. Kishilarning ishi pishgan vaqtida ularning ishi pishmaydi dedi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetini okudu. Ala inna awliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Sure Yunus 62. ayet. Dikkat kılınlar. Allah'ın dostları ularga korkunç yok. Ular işi pişirgan emas. Dep Sure Yunus'un 62. ayette muşundaq dedi. Yukarıki hadisni targ'ibat hadislar qatorida sahih deb rivoyat qilingan hadis. Qarindoshlar, mana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allah subhanahu va taolo do'st bo'lishganlarni shunchalik qiyomat kunisi yuqori o'ringa erishadiganligidan bishorat berdi. Qur'oni Karim ularga hech qanday bir qo'rqincha ish pushninki, ya'ni bundan keyingi hayatı bo'lgan ahiret hayatida bular qo'rqinchi kelmaydiganligini, o'tib ketgan hayotida qilgan ishlari qarta yaxshi ish qilg'achqa ular o'tib ketgan hayotiga pushaymon qilmaydigan, g'am andishli bo'lmaydiganligini Alloh subhanahu va taolo ularga alohida uqtirdi. Qarindoshlarimiz, buningdan ortiq bir bizga qarta buningdan cho'ng ulug' yaramliq bir mukofot bormi? Bu mukofot qo'l oldimizda, qo'limizning yenidilam, ko'zimizning oldidilam o'zaro ushishayotgan har bir sohadagi qarindoshlarimizga do'stlik, mehr shafqat yetkazib, bo'libmi haq maydonida turayotgan Sharq Turkiston musulmonlariga o'xshash bir dadi bor. Bir zulmga uchragan bir zaminni, zulmga uchragan bir millatni, zulmga uchragan bir jamiyat, bir davlatni, zulmga uchragan bir islom maydonini qo'limizga keltirimiz, haq uchun ilishimiz, chilishimiz, jon berib kurash qilimiz davatgan mushundaq qarindoshlar haqiqiy er bulayli, ayol bulayli, har bir jamoat va maydonda turayli, har birsimiz o'zaro birsimiz bilan qarindosh bo'lgan vaqtimizda, haqiqiy do'st bo'lgan vaqtimizda qiyomat kunisi Allah oldida mana har qandaq bir kishi eng ulug' kishilarni havas qilgudek yuqori martabaga erishadigan yaxshi ulgulik ishni qilalaymiz qarindoshlarimiz. Doim yaxshi ishlarni izlaymiz, ammo yaxshi ishlar oldimizda bor, uningga minishimiz lozim. Chunki eng cho'ng g'oya, masalan, jamiyatning o'zgarishi, yangilikning paydo bo'lishi, yangi g'albalarning kelishimi Müslüman qarindoshlarımızın o'zaro hech qanday bir foyda manfaatsiz holatda birsi bilan haq maydonida Allah rizoligi uchun bir maydonga yig'ilgan vaqtimizda o'zaro birsi bilan haqiqiy iymoniy qarindoshlikni barpo qilgan vaqtimizda andin shu maqsadlarimizga Allohning yordami bilan yetalaymiz. Demak, bu ham qiyomat kunisi Allohning azobidan qutulib rahmatiga erishninki çoğ vasıf olsa imani qarindoshlik, haqiqiy Allah varis do'st bo'lish va shundaqla bu dunyoda mı bizningki düşmanlarımız ustidan, din düşmanları ustidan g'alaba qilishimizdagi bir asosiy bo'lgan bizningki sababimiz va bizning asosliq muhim bo'lgan g'albaning yo'llarining birisi. Chunki g'alba yordam birlashganlarga
o'zaro uyushqanlarga Alloh yo'lida mustahkam turganlarga kiradi. Shu Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah in tansurulloha yansurkum. Allohning diniga hammanglar yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi dedi. Yana mushu qarindoshlikninki ne'matlaridan Allah barasida do'st bo'lishning ne'matlaridan birisi iymonning shirinligini tetish. Har qandaq bir mu'min Allah barasida do'st bo'lsa, Allah barasida do'st bo'lishgan mu'minlar birinchi qilib yuqorqidek eng oxiratdagi qiyinchilik kunlarda Allohning rahmatiga erishsa, yana bular bu dunyodagi vaqtida iymonning haqiqiy shirin halovatini tatadi. Hattoki din dushmanlari, kofirlar, munofiqlar, xoinlar havas qilgudek eng islomning namunliq obrazini yarata oladi. Hozirgi zamonda iymonning shirinligini haqiqiy tetishga to'salg'i bo'lgan, shunaqla jamiyatda islom obrazining xunuklashiga sabablab qolgan omillarning birisi musulmon qarindoshlarning to'la haqiqiy Allah rızalıq üçün dost buluşun onuğa to'la o'zaro birisi bilan ziddiyat, shaxsiy manfaat, dunyolik g'araz uchun dushmanlashishga va haqiqiy Allah borasiga bo'lgan do'stlikninki kengayib ketishi. Demak, har qanday bir jamiyatdagi islomga havas qilgan, islomga qarta ko'ngilda ishtiyoqi va insonlar islomga yuzlanayotgan har qanday sharoitda musulmon qarindoshlarimizninki haqiqiy iymonning obrazi bilan o'zida haqiqiy iymon do'stligini barpo qilgan ahamiyati bo'lmasa, atrofidagilarga iymon do'stligiga yuzlanmagan qarindoshlarimiz nima bo'ladi desa, fitna bo'ladi. Ya'ni jamiyatda ozg'unlik, kufri, xoinlik, har turli fosiqlik ichida yashayotgan insonlar bu islom ularga nur bergan haqiqat hidoyat turdi deb qaraganlar nima uchun birlasholmaydiganda, nima uchun do'st bo'lolmaydiganda degandek mana shundaq fitnalar kallasi kelish orqali islomning go'zal obraziga mana shu bizning haqiqiy iymoniy do'stlikqa yuzlanmaganligimiz sababchi bo'lib qoladi. Ham shundaqla bizning siyosiy va ijtimoiy harakatlarimizda bizga xalqning, jamiyatning ishonch qilishidan qap qilamiz. Shuna payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalar o'zaro do'stlikning eng yuqori pallasida bo'lgan va eng yuqori pallasida jamiyatga ta'sir ko'rsatgan bo'lganlik uchun hattoki har qanday ayni vaqtdagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dushmanlarimi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki amin ekanligiga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki va sahobalari o'zaro nihoyat qattiq birisi bilan ittifoq, birisi bilan nihoyat mukammal do'stlik ustiga qurgan ekanligiga ayni vaqtdagi kofirlarmi, mushriklarmi guvohlik beradi. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz haqiqiy iymoniy do'stlikni o'zimizning hayotida amaliyashtirsak, ondan biz Alloh subhanahu va taoloning dunyo va oxirat rahmatiga erisha olamiz va iymonning ta'minini to'laymiz. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: 3 xislat bor. Kimdikim mush 3 xislatni o'ziga o'zlashtirsa, mush 3 xislatga erishsa, iymonning shirin ta'min etadi. Birinchisi, Alloh va uning elchisi u kishiga o ikkisidan birak har qanday narsadan suyumlik bo'lsa. Ikkinchisi, bir bandani faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Üçüncüsü küfrga qaytishni, Allah küfrdan qutqazgandan keyin küfrga qaytishni o'tqa tashlangandek yomon ko'rsa, mana shundaq 3 turlik odam iymonning ta'min etadi dedi. Demak, mush iymonning ta'min etishdagi ikkinchi asos birinchi qilib Allohni yaxshi ko'ramiz, ikkinchi qilib Allohning elchisini yaxshi ko'ramiz. Undan qapqasila o'zaro iymoniy qarindoshlikni mustahkam tutgan vaqtimizda ondan biz qalbimiz bilan har qanday bir Allah borasida yaxshi ko'rishgan mu'min qarindoshlarimizning har qandayga haqiqiy sadoqatmanlik, samimiyatlik yetkazsak, gina adovat, hasadxo'r, qo'saq ko'pikka har qanday bir
kallamizdagi qo'zg'alib qolgan namoyishlar va har qanday bir g'ayya shikoyatlarni kallamizdan pak-pokiz chiqib o'tib, sog'lom holatda ularga iymoniy qarindoshlik, haqiqiy Alloh rizoligi uchun Alloh borasida do'stlik barpo qila olsak, ondan iymonning shirinlik ta'mini tata olamiz. Ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan: "Man sarrahu an yajida halawatal imani falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Bir odamni iymonning shirinligini tepish, iymonning shirinligiga erishish xursand qiladigan bo'lsa bir musulmonni, o bir musulmon qarindishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa, haqiqiy iymonning shirinligini topadi dedi. Demak, Alloh uchun yaxshi ko'rgan mu'min degan yana bir mu'mindan ba'zi og'rinib qolgan vaqtida Alloh uchun afu qiladi. Yana bir mu'minninki o'zaro bo'lgan munosabatlarda har qanday bir ishda o'ziga ko'rgan yaxshilikni yana bir mu'min ko'radi. Mundaq bo'lgan vaqtda qandaqmi iymonning ta'minini tatmay qolmasin? O yaşagan her bir minutida Allah rızalıq üçün yaşaydı ve kılmakçı bo'lgan her qandaq bir işida Allah onun yardımcı oldu ve cemiyet öz ara birisi üçün üç adavet, hasadxo'rlik qiladigan emas, do'stlik, iymon bilan muomala qiladigan, haqiqiy go'zal axloq ustida qurilgan cemiyet maydonga kelganligi uchun bu cemiyetdagi shaxslarning hammasi iymonning lazzatini huzuruna olaydi. Allah üçün o'zaro birisi uchun yaxshilik qila oladi, birisi uchun beshini silaydi, birisi uchun ruhiy va moddiy iqtisodiy yordam qila oladi, birisidan kelgan aziyatga Alloh rizoligi uchun afu qila oladi. Alloh subhanahu va taolo borasida do'st bo'lishninki xislatlaridan yana birisi Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga kirish. Har qanday bir Alloh subhanahu va taolo borasida o'zaro do'st bo'lishgan qarindoshlarning hammasi kimning muhabbatiga kirishidi? Allah Teala'nın muhabbetiga erişidi. Allah onu yaxshi ko'rgan ekan, onun gunohlarini mag'firat qiladi, ishining yordamchisi bo'ladi. Uni oxiratda Allah oxiratlik azobdan saqlaydi. Dunyoda har xil balolardan, har xil xafaliqlardan saqlaydi. Bo'lib bu bizdek ojiz, bo'zaq qilingan musulmonlar Sharq Turkistonninki zulmdan qutulishi, g'albiga erishishida Xitoy kommunistlaridek kechkindi tajovuz qilayotgan ana shundoq zo'ravon kuchdan qutulamiz deydigan maqsadimiz bo'lganligi uchun biz cho'qim Alloh borasida o'zaro birimizni haqiqiy do'st tutsak, u vaqtning o'zida Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'rdi. Alloh bizni yaxshi ko'rgan ekan, Alloh subhanahu va taolo bizni bu zulmdan, bu iskanjidan, bu qulluq xo'rlikdan, bu dunyoning har qaysi joylariga borsak chechilish ve her qaysi yerlerde izilip ana şundak ko'nglimiz bearamchilik yashashdan haqiqiy erkinlik, haqiqiy baxt, haqiqiy islom hayoti ishida o'zimizningki Alloh rozi bo'ladigan maqsadlarni amaliy maydonga keltiradigan, erkinlik ichida yashaydigan Alloh subhanahu va taolo shu baxtga erishtirdi. Ham yurtimizdagi mazlum musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo bizning qilgan xizmatlarimiz qabul qilinsa, duolarimiz ijobat qilinsa, Alloh degan yerdan chiqsak, cho'qim Alloh subhanahu va taolo bizga yordam beradi. Ondan biz dunyoning xo'rligidan qutulamiz, oxiratning azobidan qutulamiz. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki: "Ma tahabba rajulani fillahi illa kana ahabbahuma ila Allohi azza va jalla ashadduhuma hubban li sahibihi." İki adam Allah subhanahu va taolo borasida birisini yaxshi ko'rsa, u ikkilan Allah subhanahu va taologa nisbatan o ikkisining birisini yaxshi ko'rgandan bakroq Alloh taologa bu ikkilan suyumlik bo'ladi degan. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mana bu hadisda bizni şundak bir yaxshi güzel hikmetga chaqirdi ki biz Allah borasida birimizni haqiqiy yaxshi ko'rsak, do'st tutsak, Allah subhanahu va taolo bizning yaxshi ko'rganimizdan nechasi yuqori Allah bizni yaxshi ko'radi ekan. Undaq bo'lgan ekan, Allohning muhabbatiga erishish uchun o'zimizni biz vaqtida topib olaylikki, o'zaro birimizni mutakabbirlik qilmay, yo'g'onchilik qilmay, haqiqiy Alloh borasida
do'stdigan, Alloh barasida yaxshi ko'radigan, Alloh barasida birsi-birimizni haqiqiy do'stlik izhor qilish uchun qo'llaydigan yaxshi yo'lga minishimiz kerak. Abi İdrisil Xavlani rahimahullohni rivoyat qilib dediki, men Damashqqa masjidga kirdim. Tuyuqsiz tishlari parqirab turadigan bir yigit o'ltiribdi. Bu yigit bilan kishilar bilib turibdi. Ular bir ishda ixtilof qilishib qolsa, bu yigitning qishiga o'z ixtilof qilishib qolgan ixtilof so'zni mushrik yigitning qishiga akilib hal qilishadi. Va mushu yigitning fikri bo'yicha o'zining ixtilof qilishib qolgan masalasini hukm qilib minvatadi, hal qilyotadi. Men bu yigit to'g'riliq kim deb so'radim. Menga bu yigit Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu deb javob berildi. Ertesi bo'ldi, men Baldur masjidga keldim. Men Baldur masjidga kelsam, men Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni mendan burun Baldur masjidga kelib bo'lganligini topdim. Va Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni namoz o'qiyotganligini topdim. Men Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni birdan kutdim. Namozini o'qib bo'lgan vaqtida men Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu tarafiga yuzi tarafdan keldim. Andın Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuga salom qildim. Andın Alloh bilan qasam, haqiqatan men albatta o'zlarini Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'raman dedim. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu deyki, Alloh guvormi? Alloh guvoh dedi. Men Alloh guvoh dedim. Andina Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu qaysirab Alloh guvohmi dedi. Andın men Alloh guvoh dedim. Andın Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu meningki ridoim, meningki ushimdagi ko'ynikamdan yig'ib turib, meni o'z tarafga tortib dediki, bishoratlik bo'l. Haqiqatan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni angladimki, deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qalallohu taala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabazilin fiyya. Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudusi deyki, hadisi kudusida mundaq deyki, mening muhabbetim vacip bo'ldi. Birsi-birsini men yani Allah barısida haqiqiy do'stlik qilishlarga va mening muhabbetim vacip bo'ldi. Men yani Allah barısida birsi-birsi bilan majlisdosh bo'lib, hamrodosh bo'lib, birga men barısida o'ltirishganlarga ve mening muhabbetim vacip bo'ldi. Men yani Allah barısida birsi-birsini ziyorat qilishgan, yo'qlashganlarga ve mening muhabbetim vacip bo'ldi. El-mutabazilina fiyya. Men barısida o'zining barliqini, o'zininki har bir igi bo'lgan narsini Allah rizoligi uchun bergan qurbonlik berganlarga, jinini, milini Allah rizoligi uchun, Allah do'stlik uchun o'zaro birsi-birsiga qurbonlik berishganlarga. Yine bir ma'nosi Allah barısida o'zini tuvan kamtar tutganlarga degan mana shu Muvatta'da rivoyat qilingan va Musnadda rivoyat qilingan Imom Ahmadning Musnadida mana shu hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga Allah subhanahu va taolodan hadis qudusida rivoyat qilib, bizga mana Allah barısida birsi-birimiz bilan haqiqiy do'st bo'lsak, Allah barısida birsi-birimizni yo'qlab, o'ltirishib, yig'ilishib, meclislarni içip, muzokirlarni qilishib, bo'lib mashhurday kommunistlik bizni mesela Allohning qo'lidan qutulish, jamiyatimizni qayta islomlashtirish, o'zimizning jamiyatini qayta yangi baxtga erishtirish, muhojiratdagi musulmon qarindoshlar o'zaro birsi-birimizni do'stlik, haqiqiy ko'rish ishida yashat qilish uchun o'zaro birsi-birimizga o'ltirish va o'zaro birsi-birimizga yig'ilish bilan haqiqiy do'stlik yetkazsak ve şundakla birsi-birimizni Allah barısida yo'qlab, ziyorat qilsak, o'zaro birsi-birimizga barliqimizni Allah uchun qurban bersak, biz kimning muhabbatiga erishamiz ekan desa, Allohning muhabbatiga erishamiz ekan. Xuddi ashhadu an la ilaha illalloh deb bir Allohdan boshqa yo'q, Muhammad alayhisalom Allohning elchisi deb guvohlik berib, tavhid kalimasiga uyg'un amal qilgan, Allohga shirik keltirmagan odamga jannat vojib bo'lgandek, mana shunday o'zaro birsi-birisi bilan Allah barısida muhabbat tutishib, Allah barısida do'st bo'lishib, Allah yo'lida birsi-birisiga hech narsani aymay yordam qilishganlar
Allah subhanahu va taolaning do'stligiga, muhabbatiga, Allohningki haqiqiy yaqinchilikka bo'ladi. Allohning do'stligiga bo'lgan odamlar bu dunyodami, oxiratdami baxtsiz bo'lib qolmaydi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki: "Al-mutahabbuna fillah fi zillil arshi yawma la zilla illa zilluh, yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyuna va shuhada." Muaz radhiyallohu anhu'ningki hadisida yine bir rivoyatda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan oldimki deydir, Allah barısida birisi-birisini yaxshi ko'rishganlar, birisi-birisi bilan do'st bo'lishganlar qiyomat kunisi arshining soyasi bo'ladi. Hech qanday soya yo'q, faqat Allohning soyasi bor qiyomat kunisida. Ular Allohningki, arshininki soyasi bo'ladi. Ularning erishgan yuqori martabasiga payg'ambarlar va shahidlarmi havas qiladi degan. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz o'zaro birisi-birimizga haqiqiy Allah barısida do'st bo'lishga ahamiyat berishimiz kerak. Allah barısida o'zaro birisi-birimizga haqiqiy yordam qilishimiz kerak. Yana bir rivoyatda men Ubad ibn Samit radhiyallohu anhuga uchrashdim. Men onunğa Muaz radhiyallohu anhuning hadisini so'zlab berdim. So'zlab bergandan keyin Ubad ibn Samit dediki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan oldimki, deydir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allah tabarak va taoladan rivoyat qilib, haqqat mahabbati alal mutahabbina fiyya va haqqat mahabbati alal mutanasihina fiyya va haqqat mahabbati alal mutabazirina fiyya hum ala manabira min nurin yaghbituhumun nabiyyuna va shuhada va siddiqun deb bunda degan. Allah Teala hadis kudusida dediki, mening muhabbetim, mening do'stligim men yani Allah barısida birisi-birisini yaxshi ko'rishganlarga vojib bo'ldi. Va mening do'stligim bir-biriga Allah yani men Allah barısida nasihat qilishganlarga vojib bo'ldi degan ma'usiz ortiq hadisda. Yani qarindoshlarimiz haqiqiy Allah barısida do'st bo'lishganlar degan nima ish qilishimiz kerak? O'zimizga to'g'ri ko'rgan yaxshi ishni o'zimizning mu'min qarindoshlarimizga to'g'ri ko'rishimiz kerak. Ularga o'zimizga yaxshi ko'rgan yaxshi ishni tavsiya qilishimiz kerak. Ularni har qanday bir qiyinchilikda tasalli berish, to'g'ri boshlash, to'g'ri so'zlash va yetaklash bilan ularni yaxshilikqa nasihat qilib yetaklayishimiz kerak. Shunga mana bu hadisda ham alohida bir hikmat chiqadiki, har qanday bir yaxshilik yetaklaydigan ustozlarni, ulamolarni, tarbiyatchilarni Qur'on hadisning yo'liga to'g'ri yetaklab mangadigan, musulmonlarni zulmdan, kufrdan qutulishga yordam beradigan islomiy siyosiy nasihatchilarni, har qanday to'g'ri boshlaydigan, haqqa yetaklaydigan islomiy da'vatchilarning qiladigan nasihatlarini doim qabul qilishimiz va ulamo, ustozlar, islomiy siyosiy da'vatchilar va har qanday islom hidoyatiga boshlaydigan barliq to'g'ri boshlovchilarningki yo'lida minishimiz va ularni suyishimiz, yaxshi ko'rishimiz, ularni qo'llashimiz mana bizni haqiqiy biz xuddi bir chalmada ikki paxtak soqqandek yaxshilikqa erishtirdi. Birisi ular bilan do'st bo'lamiz, Allohning bizni yaxshi ko'rishga erishsak, yana birisi ulardan bir nasihat qabul qilamiz, ham nasihat qabul qilishimizmi Allohning muhabbatiga erishishimizga sabab bo'ldi. Yana Allah subhanahu va taala bu hadis qudusida mening muhabbatim men yani Allah barısida o'zining barligini birisi uchun qurbon qilganlarga bo'ladi. Mana shular nurdan bo'lgan minbarlar ustida o'tirdiki, ularga payg'ambarlar, shahidlar, siddiqlar havas qiladi deb mana shunday rivoyat qilgan. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz Allah barısida birisi-birimizni yaxshi ko'rsak, Allah uchun yaxshi ko'ramiz. Allah'ın yoluga başlash uchun yaxshi ko'ramiz. Allah'ın yo'lida mustahkam turish uchun yaxshi ko'ramiz. Allah'ın yo'lini ustun qilish uchun yaxshi ko'ramiz. Haq yo'lida mangan musulmonlarning g'alabasi uchun yaxshi ko'ramiz. Haq yo'lida turgan musulmonlarni zulmdan, xafalikdan qutuldirish uchun birisi-birimizni yaxshi ko'ramiz. Ana shunday yaxshi ko'rish da o'zaro birisi-birimizni yaxshilik yetaklash bak muhim bo'lganligi uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allah subhanahu va taolaning hadis qudusida mundaq deganligini rivoyat qilgan.
Mening bandam menga nafli amallarni qilish bilan yiqilishga yemish bo'ladi. Hattoki men u bandamni yaxshi ko'raman. Qachon bandamni men yaxshi ko'rsam, men u bandam uning bilan anglaydigan quluq bilaman. Ya'ni u bandam doim haqni anglaydigan, anglagan narsadan haqni ayiradigan bo'ladi. Uning ko'zi bilan bo'lamanki, u ko'z bilan ko'rdi. Ya'ni har qanday bir ishda Allohning haqiqatlarini, qudratlarini, haqni ko'radigan bo'ladi. Uning qo'li bilanki, u qo'l bilan o'tdi. Ya'ni har qanday bir ishda men uningga haq yo'lda mangdigan va Alloh bergan ixtisotni haq yo'lda chiqim qiladigan Alloh subhanahu va taolo uning qilgan ishiga o'zi yordamchi bo'ladigan bo'ladi. Uning putulanki u putulan mangdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo uning mangan har bir harakatiga men o'zim yordamchi bo'laman. Uning qilgan barliq ishlarini va maqsadlarini men vujudga chiqarib beraman. Agar bandam mendan so'rasa, men u bandamga berdim. Agar bandam men bilan bir yomonlikdan panoh so'rasa, men u bandamga shu panoh so'ragan yomonlikdan u bandamga panohlik berdim. Demak, Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga erishmoqchi bo'lgan har qanday Alloh borasida birsi-birsini Allah rızalıq üçün dost tutup yaxşı görüşkenler qanday qilish kerak ekan? Öz ara birisi-birisini Allah'ın rızalıqı eriştirdiğin iqtisadi, siyasi, ictimai ve her qanday bir şahsi ibadetlerinin hemmisi de Allah'ın ki kulçılıqqa, Allah'ın ki rızalıqqa, Allah subhanahu ve taola'nın ki hidayetiga muqim turg'izdigan bulup mu Allah'ın muhabbetiga eriştirdiğin en küçük nafli amellerden en yukarı farizlergiçe daim icra qilishga ehmiyet berdiğin her qanday bir fariz ameller, her qanday bir nafli ameller, her qanday bir yaxshi amellerde ularni tapqili bo'ladigan hem birisi-birisini en yaxshi amellerge qiziqtiradigan mana shunday Allah borasida do'st bo'lishga ehmiyet berishimiz lozim. Mana bu shunday qilgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonning hammasini o'zi yaxshi ko'rgan haqiqiy solihlar, haqiqiy Allohning muhabbatiga erishgan solih ixlosmand mu'minlar qatori qatadi. Allohning avliyaulloh bo'lgan do'stlar bo'lamiz. Allohning har qanday bir bizga qiladigan yordamiga va g'albisiga biz layoqatli bo'lamiz. Har qanday Allohningki dunyo oxiratlik azobidan va hozirmi biz uning ustida turayotgan barliq har qanday bir yashayotgan xo'rligimiz va jafoyimizdan cho'qim Allohning yordami bilan qutulamiz. Allah subhanahu va taolo har birisimizni Allohning haqiqiy rizoligiga erishgan ixlosmand mu'minlardan o'zaro birimizni Alloh borasida haqiqiy do'st tushgan mu'minlardan bo'lishimiz qilsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.